Tümende karandaşlarımız alaydı ziyaret geldi. Karandaşlarımızın faaliyetlerini torlardan kürüvatımız, haberlerini anlavatımız, burunma tanışkan ama bunda bir yüz uçuş bulunmagandık ama bugün Allah'ınki iltifatı karandaşlarımızın iradesiyle küreşken bulduk. Allah razı olsun. Tümende teşkilat reisi Osmancan kardeşimizden şu Germanya'daki bulunatkan şu faaliyetler yürek sözünü oturup teşkilat. Assalamu alaikum. Hürmetlik aziz vatandaşlar. Bayatın tamamlarlıqdaki qısqa aram ediş prosesini baylanıp biz özümüzü tanıştırıp ötdük. Çünkü bu yerdeki tanıştırış mühim bo'lgan için. Hem de biz aldı bilen Gollandiya Uyghur Birlik Teşkilatı'nı ziyaret kılıp ötdük. Bugün bana Allah'ın takdiri kısmeti bilen Avrupa Şarkı Türkistan Mağrib Cemiyeti'ni ziyaret kılıp duruvatımız. Aldı bilen bu yerde oturgan karandaşlarımızga bir narsani eskertip ko'yishga to'g'ri keladi. Nimani? Çünkü hayatın söhbetimizdeki aldığımız basqıçıda, aldığımız kısmında Avrupa Şarkı Türkistan Mağrib Cemiyeti'nin hazırki reisi İsa Karacım, Dünya İnsan Hakları Günü münasebeti bilen 12. ayının 12. günü dünya boyunca hatırlanılan İnsan Hakları Günü münasebeti bilen dinimiz İslam'daki Müslümanların insan hakları qanday buludu degan temada gayet yaxshi özününki tayyorlagan ilmiy ko'z qarashlarini o'tirib qo'yib o'tdi. Demek ben gapni mushul nuqtadan boshlashga to'g'ri kelyapti. Çünkü her bir hareketning, her bir ishning bir maqsadi bo'ladi. Agar u maqsadsiz, plansiz bo'lsa, mag'lubiyatga uchraydiganligi aniq. Şuna bunu xalqaro diplomatiya sohasida strategiya deydi. Oldindan strategiya belgilanish kerak. Strategiya belgilangandan keyin harakatga o'tiladi. Harakatga o'tishning oldida plan programmalar tuziladi. Unda bo'lsa, bu yerda o'tirgan qarindoshlarimizni kallasiga shunday bir xiyol kelgan bo'lishi mumkin hozir. Bu Uyg'uriston Ozodlik Tashkiloti nomidagi bir tashkilot to'satdan Gollandiyani nima ish paydo qiladi? Bular çakmak tizgili xuddi asmanda tik uçarda düşkendeki düştü degan savollar, xiyollar akşam diyarı kichin diyarda yalnız Gollandiyada emas, dünyanın hamma joylarida ciddi tavrilish var. Demek bu bizning da qiziqligimiz hem bu qiziqishga javob beradigan davrimizning pishib kelganligining belgisi. Demek bayat men dedim, bizning bu yerga maqsadimiz nima? Sebep nima? Çünkü biz bir maksat var, maksat olması kelmeyimiz. Şunun için aldığıyla bir yerde oturan vatandaşlarımızga özümüzün maksadını aytishga, ko'ngil izhorimizni tushuntirishga to'g'ri keladi. Xo'sh. 2009 yılı 7. ayının 5. günü vatanimiz Uyg'uristonning poytaxti Urumchida nəhayət çok qanlı qırğınlıq yuz berdi. Bu bulupmu yaqinqi zaman tarixida Moşu Xitay Müslümanlığı düşkenden keyinki Komünist Xitayning Müslümanlığı düşkən yakın zaman tarixidagi eng cho'ng uçuq oshkora yushurmaydigan keng ko'lamli qirg'in bo'ldi. Yani ilgari uningdan burun masalan 2008 yili Xitoyda olimpik tanharkat musobaqasi o'tkazilishidan burun bizning ustimizda yurgizilayotgan zulmlar, mustamlik siyosatlari xalqarodan yushurilib, maxfiy tutilib keladi. Çünkü bunu bildirish, oshkorlash Xitoyning o'zining xalqaro diplomatiya sohasiga mag'lubiyatga yo'l ochadigan narsalar bo'lishqa, bular bu narsalarni izchil yushirib kelgan. Undaqda 2009 yil nima uchun Uyg'urlarni uch oshkor qirg'in qilishga Xitoy muhtoj qoldi? Yoki buni xalqarolashtirishga muhtoj qoldi? Demek bu yerda xalqaro
siyasi sahada bo'layotgan o'zgarishlarga diqqat qilsak bo'ladi. Bu degan gap 2008-yildagi Olimpik tadqiqot musobaqasini Xitoylar saq salomat o'tkazib olgandan keyin, ya'ni 5-yillik eng cho'ng g'am. Bo'libmi kommunist Xitoy taxtasi chiqqandan keyin Xitoy tarixidagi eng cho'ng g'alaba bo'ldi Xitoylarga. Masalan, Hong Kongni o'tkazib olish, o'ningdan keyin Olimpik tadqiqot musobaqasini o'tkazib olish bu Xitoydagi bir injimark millat uchun yaqin zaman tarixida keltirilgan cho'ng shon-sharaf. Endi bu shon-sharafni qo'llash, bu shon-sharafga daxl yetkazish ehtimoli bo'lgan o'zining davlat ichidagi kuchlarni uch qashqari xalqaro bilan birlashib turib yuqtirish Xitoyning siyosiy ehtiyojiga aylanib qoldi. Shu sababdan 2009-yili 7-oyning 5-kuni Urumchida qonli qirg'inlik boshlashdan burun 6-oyning 26-kuni Guangdong o'lkasining Shogan noyasida Uyg'urlarning uch qashqari zavod fabrikalarida urib to'qmoq qilib o'ldirdi. Buni anglagan, buni ko'rgan, to'rlarda buni bilgan Uyg'urlar shu qarindoshlarning qon qisosini olish uchun Urumchida 7-oyning 5-kuni haq huquqlarini talab qilib tinch namoyishga chiqqanda bu namoyish Xitoyning o'zi tarafidan qonliq namoyish qilib, qonliq bostirishga aylanib, ana shunday fojialik oyoqlashdi bu namoyish. Xo'sh. Bu 6-oyning 26-kunidagi bu voqeaga 7-oyning 5-kuni o'tirisni qisqa vaqt. Endi xulos qalam nima demoqchisan Osmonjon desanlar? 2009-yil shu 7-oyning 5-kuni qonliq qirg'inlikdan keyin Uyg'ur degan bir millat yer sharida Xitoyda bir vahshiy millatning mustamlakasi ostida yashayotganligini dunyo xalqi bildi. Bizda dunyo xalqi, dunyo siyosatchilari dunyodagi Uyg'urni bilmaydi deydigan tushuncha xalqimizning kallasidan eg'ir edi. Amaliyotda Uyg'urni dunyoning siyosatchilari, Uyg'urning dunyoning siyosat belgilovchilari Uyg'ur degan bir millatni biladi. Chunki 1933-yilda qurilgan dasturda Uyg'uriston Islom Cumhuriyati bo'lib, keyin Turkiyaning havolasi bilan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyati bo'lgan Cumhuriyat 44-yili G'o'zi shahrida qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyati qatorliqlarning hammasi shu xalqaro ichki tashqi vaziyatning oldi-keyinda bo'layotgan xalqaro ba'zi siyosiy kuchlarning aralashishdan kelib chiqqan davlatlarimiz edi. Xalqaroning siyosat belgilovchilari, siyosatchilari Uyg'ur deganni biladi. Ammo bu yerki masala nima? Dunyo xalqi Uyg'urni bilmaydi. Masalan, o'zimiz turayotgan mamlakatlarda, o'zimiz turayotgan davlatlarda biror yerda o'zimizni tunishtirmoqchi bo'lsak, nima deb tunishtiramiz buni? Oldi bilan Uyg'ur desak, sen nima bilmay, masalan, Germaniyadagi ajoyib bir g'alita, Germanda Uyg'ur degan nom, haqiqat degan nomga yig'roq to'g'ri kelib qoldi-ku. Bu qanday gap deb tushundiramay, shu darajada qiyinchilik tug'iladi. Shuni tushundiramay, bechora Uyg'urlarimiz qanday qilyapti? Oldi bilan Tibet deganni bilamsa, Tibetda bir Xitoy tarafidan mustamlak qilingan ashad bir davlat bor yoki millat bor. Biz shu Tibetning shimolida, Pakistanning sharqida, Qozog'istonning janubida, Mongoliyaning shimolida, shunday bir yovada, shunday bir patman gapni desak, bu yerda dunyo uchun ikkinchi bir cho'l bor. Bu cho'lda odam yashamaydi desak, Uyg'ur degan bir millat bormi degan. Qaranglar bu gapni. Demak, biz 2009-yili Urumchida qonli qirg'inlik yuz berishdan burun Uyg'ur degan bir millatni dunyoning insonlari bilmaydi. Men buni da'vat qilib, dunyodagi xalq bilan siyosat belgichini o'tirib farqlantiryapman, qardoshlar. Demak, biz Uyg'ur deganni dunyo xalqi, dunyoning siyosat belgichilari hammasi bilib bo'ldi. Xo'sh. Endi bizning chet elga muajoratga chiqib yashashimizga maqsad nima edi? Biz chet elga nima uchun chiqib qoldik? Vatanimizdan 10 ming kilometr yiroqlikdagi mana shunday bir ziminlarda yashayapmiz. Albatta, har kimning chet elga chiqish maqsad, murodlari har xil bo'ladi. Ammo o'rtaq maqsad, o'rtaq murod bor. Ya'ni nimasi bir insonning o'rtaq boshqa insonlarga o'rtoqlashgan maqsadlari insoncha yashash. Oldi bilan. Aşı Xitoy mustamlik qilingan vatanimizda insoncha, musulmoncha, Uyg'urcha yashayolmagan degan aşı dard kichidimay, shu chog'da Xitoyni dushman deb bilmaganlar, dushman deb ko'rmaganlar, dard kichidimay chaponni tashlab, mo'risiga atib, balvoqlarni agashtirib, har xil yo'l, har xil nomlar bilan, ya'ni inson yashashni maqsad qilib chetga chiqdi. Endi chetga chiqib o'zi yashagandan keyin o'zi yetmoqchi bo'lgan maqsadga har qaysi davlatlarda erishdi. Chunki mana insonlar yashash haqqini berdi. Qaranglar, hozir shu o'tirayotgan shu so'rin qilsa odamning hayajoni,
Yani hayacan basılı. Mesela bayatın Şarkı Avrupa Şarkı Türkistan Mağrib Cemiyeti'nin sabık reisi Abdul Kasım Efendi Aştak dedi. 2001 yılı 6 Uygur vattık. Hazır 2000 Uygur var. Demek ma nima desanglar Uygurning chetdagi ko'plab muajiratda yashayotganligini, muajiratga chiqqanligining belgisi bu foydasi ma'lum. 6 Uygur bachaqda bundaq bir çok faoliyat so'rovlarini o'zimizning xizmatlarini qilolmaydi. Endi Uygurlarning soni ko'paydi. Xo'sh. Uygurlarning soni muajiratda yashayotgan Uygurlarning soni ko'paysa, Uygurga foydasi bo'ladi yo'q degan bu nuqtani o'ylashimiz kerak. Hozir bu Yevropa zimida yashayotgan Uygurning o'zini hisob qilsak 10 mingdan ortiq Uygur var. Germaniyadan tortib Shimoliy Yevropa, İtalyagacha hisoblab kelsak, muajiratda yashayotgan Uygurlarning ichida siyosiy panohlik qilib turayotgan, siyosiy panohlik qilmay o'zining normal Xitoy grajdanligini saqlab kelib, normal yashayotgan Uygurlarning soni 10 mingdan oshdi. Demak, bu 10 mingga yaqin Uygur nima desam, asli Uygurning boyligi edi. Asli Uygur edi. Ama biz 2009 yılgacha bo'lganlikda mishadagi kuchimiz, ya'ni mudaq qilib aytganda hozirgi xalqaro siyosiy faoliyat qilayotgan siyosiy faoliyatchilarimizningki siyosiy faoliyatining natijasida Uygur deganni xalqaro siyosiy sahnada tunutdik. Masalan, xalqiga 2009 yilgi qirg'in bildirdi. Dunyo xalqi Uygurlarni borligini bildirdi. Ama Uygurni bilgandan keyin, Uygurni tonigandan keyin, endi biz Uygurlar nima qilishimiz kerak? Biz Uygurlarga chuqur mustamlik asli yashayotgan millatni Xitoyning mustamlikasidan qutultirib, mustaqil bir davlat qurish ehtiyojimiz bor. Biz tonishtirib, o'zimizni bildirib, Uygur bor deb bildirgandan keyin, uqtirgandan keyin bular unda bo'lsa bu Uygur, Tibet, Mongol, Tayvan, Hong Kong bir necha o'sha Xitoyning zulmi ostida yoki Xitoy bilan siyosatni tirkishayotgan rayon ham millatlar Xitoyning ichida bor. Ama bugungi kunda dunyo iqtisodiy krizining ta'siri Xitoy bizning cho'ng bozorimiz, Hindiston, Xitoy degan bu cho'ng bozor. Birinchidan bu cho'ng bozordan foydalanish. Ikkinchidan bu cho'ng bozorning ichida yashayotgan mushu millatlarning qul orqali bu bozorda pul tepib bizga ko'krayotgan Xitoyning kelini qadar qisqa emas. Chunki Xitoy hozir madar qilganda dunyoga bir cho'ng bir tahdidga aylandi. Endi bu tahdidning oldini olish uchun bizdan to'lg'an Uygurlarni, to'lg'an Tibetlarni dünya siyasi güçleri özünün aldığı şeyleri tutup Xitoyni çirtegish yoki ko'zir qilish uchun bizga qiziqyotidi, biz üstümüzde tadqiq elib boryotidi, biz üstümüzde izlanyotidi. Qarasa Uygurlarning nima bo'lyotidi deya ko'plab chaqaga chiqib, ko'plab muajiratda yashayotgan Uygurlar ichida xalqaro siyosiy kuch o'zi orzu qilgan, o'zi o'ylayotgan umidlarni, orzu istaklarni ko'rgani yo'q. Bu qandaq yetilish kerak, qandaq bilinish kerak. Endi bu çünkü o'zimiz başdan tortib degandek Xitoyning mustamlikasidan qutulib bir mustaqil davlat qurish uchun biz o'zimizning kuchiga tayinimiz bayon degandek oldidan o'zimizning kuchi yetmagan yoki mushta ojiz qolgan vaqtimizda boshqalarning kuchiga tayinishga yordamga ehtiyojimiz bor. Bu yaratgan Cenab-ı Allah'ınki yaratish qonuniyatiga butunlay to'g'ri keladi. Yani hiç bir narsa özlüğünden bulmaydı. Hem bu narsanın aldıklarını sebep oldu. Şundan qilib endi bizdek bir davlat qurish ehtiyojı var. Milletni dünya siyasi güçleri bildi. Uygurning davlatga ehtiyoji var. Tibetning davlatga ehtiyoji var. Hong Kongning Xitoydan qutulib chiqib mustaqil davlat bo'lib, Angliya imperiyasi bilan Xitoy o'tirib ko'riklarga o'ynaydigan ehtiyoji var. Undan bo'lsa bularni qandoq qilib Xitoyga parchalab, bu Xitoyga yo'nalgan Xitoyning gelidan bo'g'ib, buni yangi cho'ktirib bizga bu strategiya dunyoning strategiyasi. Ama bu dünya stratejisinde biz dunyoga Uygurlarni tutayotgan siyosiy faoliyatchilar, siyosiy hareketlerle emas o'zimizning mana bu shunday ijtimoiy to'pliqlar o'tirsa xizmat qilayotgan ma'rif jamiyatlarimiz, xalqimiz buni bilish kerak. O'rtaq bir yo'lga izlanish kerak. Shu vajidan, shu sababdan bizning Gollandiyaga kelishdagi maqsadlarimizning biri bayon degandek biz bu özümüzge layık 7-8 yıldan buyon Uyg'uriston Azodlik Tashkiloti nomida ideyi xizmatlar bilan, nazariya xizmatlar bilan, falsafa yetgan ideologiya xizmatlar bilan shug'ullandik. Buningki ma'lum darajada natijasini ko'rdik. Xalqimizning qalbisida to'xtab turdi. Mustaqillikdan iborat bu davlat bo'lmasa, bizning Uyg'urlarimiz yer sharini yo'qolib ketgan degan bir yer keldi.
Onun da 2010 yılı bayatın obulkasında bütüketdi. Muşu Avrupa, Şarkı Türkistan Mağarip Cemiyeti'nin kuruluş elan kılıç sayılmadı mı ben bağlısını? Ben şu sayılım bu. Demek, ilgir kim bulup, bu yerde kuruluvatkan teşkilatla, yani bu yerdeki oturup çıkıp kuruluvatkan yetekçiler bilen, obulkasının özü degendek şahsi alakamız bolgan bilen, bunu biz bir teşkili alakaga, resmi teşkili alakaga aylandıran bulduk. Bundak buluştiki sebep nime desek, bizdeki bayatın kadar ideologiya cihatında tulup pişip bitilmegenligimiz, Uygur'un dava kılışkin maksidi nime, vatan kuruşkin, vatanı azatlık devlet kuruşkin maksidi nime, özümüz kılıvatkan işin maksatlarının dolu vakti bilmeyimiz. Şu an hemmimiz özümüz kılıvatkan işin toğra başkalarını kılıvatkan işini hata ya ki bu doğru yol emesler düşünüp aldığımız için oturduk hemkarlık münasebeti ortuşku bu toskulukka bu ideya bu fikirler. Hazır kilip Allah razı olsun Avrupa ama Şarkı Türkistan Mağarip Cemiyeti'nin İstanbul Dericilik Jığını ötküzü jarayanda dünyanın her qaysi yerlerindeki aktif siyasi faaliyetçilerini mötəbər dini zatlarımızdan çağırış arkalık 7-8 yıllık ideya akartdeş yani mağarip hareketi elip verildi. Bu bir hareket. Ama bunun neticesini görüş için emeli hareket gütüş gerek. Emeli hareket qanday qildi? Ma'lum bir Türk'ün adamlarının yalnız hareketi bilen kılvatlı hareket emeli hareket. Ama bu işki taşkı başka güçler bilen hemkarlaşışı özüne birlikte işbirliği elip verişi bu dünya siyasi stratejik belgeci güçlerindeki ihtiyacı var. Çünkü bizni Xitayga güç qilib selish uchun bizdeki iqtidorga, qobiliyatga, saviyaga qaraydi. Endi Uyghur xalqida bir maqol tamsil var. Mikyan taşdan çocuğu çıkaramaydı. Mikyan tohumdan çocuğu çıkırdı. Biz hazır taşdan tohumga aylanishimiz kerak. Eğer muşbet taş beti turaversa, bizni beslayotgan mikyanning asli ağrıp ketib, o'rni başka ketadi. Bu bir ahirgi Uyg'urga kelayotgan ahirgi tarixiy bosqichlar, tarixiy davr. Shunga bundaq bir vaqtda biz yana ilgirki sanmamizga desa, özümüz kılıvatkan işini özümüz to'g'rida başkalar nima qilyotidi, başkalarning qilayotgan ishning ortiqchiligini muayyanlashtirmaslik, özümüzün qilayotgan ishini ko'kka ko'tarish bu ta markaziy tashkilotlarimizni tatib, eng oddiy 4-5 a'zosi tashkilotchi umumlashgan ideya bakanlığı bu. Bunu düzleş için, bunu bir ortak hareket keltirish için elbette biz bunu düzeydigan güç, ortak hareketke yetaklaydigan güç deganimiz emas. Ama çoğun bunun içinde muşundaq bir ihtiyacın bağlılığını biz halkımızga dünya cemaatçilik isbatlaşımız gerek. Beyazı ortak adam 25-30 adamda kamda işki kamera butkul dünya taqtıdı. Bizniki nime davatqanlığımız ne? Bunun değil. Qaravatqanlar halkımız hemiz to'xtabdi. Demek bizde bir ümit var ki deydi. Çünkü biz hazır yardım devriga muhtaç. Uygur'un tonuş devrinin halkı bütüketdi. Hem de Pekin çıkıyor. Mındak Uygur var. Uygur degen millet var. Demisek mi? Uygur degeni bilmez. Yakında da Tiyanmen'e bomba koygan Uygurlar degen muşşuğu deydi. Dünya biliyordu. Bizni daha şu günmündeki vakadını tartib, hazır kündü buluvatkan vatandik ata çapaya çaptın Uygur'unu bilip geldi. Yani Uygur'unu bilgenlik yüzünü öldürülüp karab dursa olmaydı. Ya onu karab duruşup biz karab dursak olmaydı. Bunların ihtiyacı var. Bayatın diyen gider. Yani bu ihtiyacımız kandak çıkıp bir alayımız. Ya ki biz kandak muş bulup muşu yolda ulanın muvabbık yardımını kol elip durup devlet kuruş işlerimizde siyasi güçke siyasi hareketke aylandıra alayımız bu mühim. Çünkü müşahit azırak tarih bildiğin, azırak siyasi cihetten tefekkür kılalarına kırdaşlarımız bildi. Meyli 33. yılki Cumhuriyet olsun, meyli 44. yılki Cumhuriyet olsun, işki taşkı güçlerindeki alakası olan. Taşkı güçlüye, sırtkı sebepni inkar kılıp, tulup öz küçüklerini öz aldığı barlıkı oturup çıkırgan iş nasip olmaydı. Hem de ben birazcık sözlep bitip kaldım. Sözleşimdeki sebep, kelişimizki maksatni tushundirish. Kelishimizki maksatni xato tushunib olmaydi. Yetaklayolmaslik, tatib olmaslik, oldi qarab bularni bir yo'lga boshlayolmaslikning o'zi siz bilan bizning xalqaro siyosatni, o'zimizning kimligini, Uyg'urning dardini o'zimiz tushunmaganlik, o'zimiz qilayotgan ishni o'zimiz tushunmaganlik. Mushu nuqtadan biz tushunchani oydinlashtirish, qadamni ro'shanlashtirish, bayroqni iliq qilish davri keldi. Agar mana shunday jimmida o'zimiz har bir toifa, har bir qavm qilayotgan ishimizni to'g'ri,
Moşu iş en doğru iş yapmazsak bu iş biz ülüp ketkiçi devamlışıdı. Ülüp ketkiçi yer içimiz devamlışıdı. Ülüp ketkiçi ziyaretimiz devamlışıdı. Ama bizlerden keyin muşu dertini bivası tatkan, bivası zulüm uçurgan adamlarımızın hiç kim kalmadı. Az bir söz ise arkadaşlar dertçi. Derdim var dep sözler ayrılmaydı. Ama derdim yok dep kutumuzdan almak koyup kosakını silap koyup puflar ayrılmaydı. Ve bu oturdu yol talaş gerek. Çünkü bu hayatın degen gerek. Çetellik çıkıp insanlık yaşaş hukuka eriştik. Ama bizim insanlıktan başka nime mecburiyetlerimiz var, Müslümançılık mecburiyetimiz var. Onun için yaratkan Cenab-ı Allah bizim başka Müslüman okşaş, Müslümanlığın için Uygurluk kılıp yaratkan. Demek biz Uygurluğumuzu töleydiğen, Müslümanlığımızı töleydiğen yeni terzimiz var. Bu yolda izdiniş, bu yolda bir ortak stratejiye izleyiş, ortak hemkarlaşış, yani qaysı derecede biz hemkarlaşalayımız. Bizden bugün bir yakın söz yoktu. Şuna karısakla dünyanın her qaysı yerlerde biz barbara kiçikler bazı Uygurluk kaldık. Asli Uygurluk devletçilik engine. Hazır kılıbatqa işlerimizde Uygurluk kaldık yani Uygurçılık engine ama biraz dikkat kılsak bu yerdeki düşman güçlerinki tesir aslında biz bara kiçiklep kettik. Şuna kılıbatkan siyasi faaliyetlerimiz hazırlık toy tökün, nazir çırak, meşrep, galip ketdi, oylap bakınlar, alınlar. Onu hata demeyme. Ama biz kiçiklep gitvatımız. Bağlan sıra faaliyetlerimizden kıyafeti şekli siyasilikten özgürüp, ictimailikka, fakat ma'lum bir nimik tarafı qarab talışıp gidivatır. Bunun özü biz için paylık mı, ziyallık mı? Yani evet ziyallık. Çünkü biz muşu aletde, muşundak turumuz desek bizge hiç kim toz korkmaydı. Ama bizim kaynımızda nurgun ulug'var ideyalarının bağlılığını bilgeçke, bizde bir Uygursa azat teşkilatının rehberleri yatıcılık, cebir çapanı 5'ini ötküsüp geldik Hollanda'ya kelgen vaqtda, işte kızın karşıladılan sorunu başka insanlarımızın kilemesligi, yoki kelmesligi, yoki to'sqinlik qilish urinishlarının hepsi bularning kallisligi özünün kılıbatkan işini bilmeslik emas, bu yerde işki taşkı vaziyetini düşüp bildiğinden iqtidarı alının ki Muşu iqtidarı yetildiriş için biz ortak cihati nim kılalayız. Biz fakat nezirimizi birleştirelayız mesela. Bizdeki hazır türatkan cayimiz Mağrib Cemiyeti. Mağrib Cemiyeti'ndeki kılatkan hizmetleri aldılar, Allah razı olsun. Mağrib deyen gapning özü bizning mektepte, bizning Uyg'uristonda xalq deb tushunilsa, o'qituvchi, o'quvchi mektep deb tushunadi. Aslida ma'rif degani bildirish, yetaklash. Bildirish uchun mektep kerak, o'qitish kerak, uning turlari bakka bundaq qisqartirish deb tuymaydi. Uningdagi bu bilgan, bildirilgan odamlar ma'lum bir yo'nalishda yetaklandi. Ma'rifniki bu taqozosi siyosatning ehtiyoji. Shuning uchun bu qarindoshlarimiz o'zimizning mishal yangi tug'ilgan farzandlarga dinimiz islom bo'yicha yashashni, Uyg'ur bo'lib yashashni o'rgatyapti. Alloh razı olsun. Yani bayatın deganimizdek Uyg'ur bo'lib yashash bo'lsin tirishyapti. Ama bizni Uyg'ur bo'lib yashashni maqsad bo'lsa, mushuncha to'xtab qolsak bo'ldi. Chunki yetadi. Bolalarimizni o'qitdi va dars berib kelsak, ama biz bulardan farzandlarimizdan biz qilolmaydigan nurg'un ishlarni kutyapmiz. Shuna bulardan siyosiy yo'llar, Uyg'urning doiralari, yetakchilari yetishib chiqishni maqsad qilishimiz kerak oxirgi maqsadlarning biri. Shuna o'zimizning bolalarni yolg'iz Uyg'urchada, yolg'iz diniy jihatda o'qitmaydi. Masalan, biz sizlarni to'rbitinglarni ko'rdik, nurg'ulg'an boshqa o'qituvchilarni taklif qilib, Gollandiyaning tarixiy, qonuniy yashash ahvollari jihatdan ancha-muncha harakat qilayotganlar. Bu yaxshi yo'linish, yaxshi yuzlanish. Buni taqdirlashga, mukofotlashga arziydigan harakat. Xo'sh, menga gapim tegdi, rahmat. Rahmet, Allah razı olsun kardeşimizden. Nurgulluğun stratejilik ve bazen tefsili her cihette etraflık söz buldu. Yaxşı faydalandık. Allah razı olsun. Başkanımızdan Allah razı olsun.